Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Xo'p, mana bugungi ish kunimizni ham tugatdik. Super astarlarimizni sepib, 2 komponentli bu eshiklarimizni kesaklarini chiroyli qilib sepib tugatdik. Endi bular ertagalikka quriydi, xudo xolasa. Kamko'slarni yana qilib turib, jilvirlanadi keyin. Bu tarafda daborlari, nashinniylari, ozmoz nalishkalardan ham sepdik. Nalishlari shu fasonda ko'rinishi. Ishlarimizni chiroyli qilib sepdik. Bu tarafda ikkita zakaz ketyapti hozir. Bu ikkinchi zakazimiz sapajoylari bo'ladi. Oddiyroq varianti. Bular nalishkalari. Ikkita yoni nimchali daborlari. Bu tarafda yana ertagalikka nalishlarimiz qoldi. Borasa ertaga ularni ham sepib tugatamiz. Kanalimizni kuzatib borlar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar, like, komment kutib qolamiz.